Xo'sh, demak, bitta milliy sertifikat darajasidagi geometrik yaxshi savolni ko'rib o'tamiz. Yechimi. Rasmda issiqxonaning maketi joylashgan bo'lib, uning ustki poydevor yarim silindr shaklda. Rasmda berilgan ma'lumotlardan foydalanib A nuqtadan yo'lga chiqqan kaltakesak. A nuqta qani? Mana kaltakesak. Kaltakesak S nuqtagacha eng kamida necha metr yurishi kerak? Ha, S nuqta mana bu. Demak, issiqxonani kesib chizamiz, qarang. A nuqta mana bu yerda tursin. Mana shunday pas 18. Mana shu yerda A nuqta. Mana bu B nuqta bo'lsin. B nuqta, B nuqtadan mana bu joy 9 da, mana bu nuqtagacha. Mana shunday chizdik 9. 9 dan keyin bizga kerak bo'ladigan joy mana bu silindrning yarim aylanasini yarim aylana uzunligi qancha bo'ladi? Qarang. Mana bu joy 12 taqsim pi. Demak, mana shu narsa 12 taqsim pi bo'lsa, teng yarimi 6 taqsim pi aylana radiusi bo'ladi. Mana bu yarim aylana radius. Yarim aylana uzunligini topamiz endi. L yarim. Ya'ni 2 pi radiusni ham 2 bo'lib qo'yamiz. Bu pi ko'paygan radius bo'ladi. Pi ko'paygan radius ham 6 taqsim pi. Demak, pi ko'paygan 6 taqsim pi bo'lyapti. Bu 6. Demak, shunday ko'tarib sal yursam 6. Bu o'sha aylana uzunligi. Keyin biz qaysi nuqtaga kelib qoldik? D nuqtaga. Mana bu yerda D nuqta bor. D dan yana sal yursam tepaga S nuqta, ya'ni 9 bor. S nuqta mana bu yerga keldi. Issiqxonani kesib tepaga ko'tarib chiqdik. Mana bu joy 90 gradus edi. Demak, mana bu kaltakesak turgan nuqtasi A nuqta. A dan S ga chiqish. Nima qilamiz mana? Eng qisqa 90 gradus bo'lsa, bu tomon hisoblaymiz. 9 9 6. 9 ga 9 18, 6 ni qo'shsak 24. Bu tomon 18. Pifagor teoremasi. Buni x dedik. O'sha AC kesma uzunligi x kvadrati teng 24 kvadrati qo'shilgan 18 kvadrat. X kvadrat 24 kvadrat 576 qo'shilgan 324. Jami x kvadrat 900 bo'lsa, x necha bo'ladi? X teng 30 mi? X teng 30. Demak, qancha yurish kerak bo'lgan? 30 yurish kerak bo'lgan. S javob olgan bu.